Yegane yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon. 3. Puxta intizom uni o'rnatgan va idora qilayotgan Xudoning yakka yegonaligini dalillaydi. Maddi mavjudlik manbasi birli muqarrar mavjudiyatga, shundaqla olamning paydo bo'lish sababi birli yaratquchiga beri to'xtaganidek, olamdagi intizom birligi va bu intizomning intayin enchiklik bilan lohiyalanishi hamda uningdagi qonuniyatlarning izchil va kashfsiz holda rolini joriy qildirayotganligi buni o'rnatgan qudrat egasining tangdoshsiz va yegonaligining dalilidir. Biz intizom dalili temasida olamga tartib va qonuniyatlarni o'rnatib, uni tavranmas shaklda davomlashtirib kelayotgan bir Xudoning borligini dalillab o'tgan edik. Darvaqa, intizom dalili intizom o'rnatgan qudrat egasining borligini dalillash bilan birga, uning yana farosat va hikmatda tangdoshsiz ekanligini, ya'ni uningga o'xshash ikkinchi birining yo'qligini dalillaydi. Intizom va tartibning bo'lishi uning tangdoshsiz farosat va yuksak bir irodaning mahsuli ekanligini ko'rsatsa, uning puxta loyiha va mustahkam qonuniyatlar bilan qurilishi hamda uning kashfsiz ishlab kelayotganligi mazkur iroda va farosat egasining tadbirda, idora qilishda, hikmat va bilimda mutlaq qudrat hamda mukammallikda tangdish yo'q holatda yoki yegona ekanligini dalillaydi. Mana bu yakun intizom dalili asosida o'ttirg'a chiqqan bir aqliy yakun bo'lib, bu nuqtadanmi intizom dalili Allohning borligining dalili bo'lmasdan, uning birligining dalilidir. Intizom dalili haqidagi aqli, naqli va ilmiy jihatdagi tafsilotlar oldingi qismlarda bayon qilinib bo'lganligi uchun bu haqda ortiqcha to'xtalmaymiz. Bu temada to'xtalganlarimiz faqat mazkur dalilning Allohning birligini dalillab kelgan muhim bir nuqtasi ustida bo'ladi. U bo'lsa-mu intizom va mustahkam qonuniyatlarning daxli tarussiz va hech qanday buzg'unchilikka uchramasdan davomlashib kelganligidir. Mana bu nuqta intizom dalilidan kelib chiqadigan natija bilan zich munosabatli bo'lib, bu nuqtani mazkur dalilning Allohning birligini dalillashda atlab o'tishga bo'lmaydigan muhim halqasi deyishga bo'ladi. Bundaq deyishimizda navoda bu tartib intizomlar birli Xudoning irodasi bo'yicha vujudga kelgan bo'lmaganida edi, olamning bu qadar izchillikda sog'lom davomlasha olishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Chunki agar bu ahvollar ikki iroda ostida bo'lganida, olamning navbatdagidek izchillikda shakllanishida cho'qim bu ikki irodaning ta'siri ko'rilmay qolmaydi. İki azaliy mavjudlikning va ikki azaliy yaratquchining bo'lishi mumkin bo'lmaganidek, ikki intizom o'rnatquchining bo'lishi mumkin emas. Agar ikki iroda egasi bor bo'lib, har ikkisi intizom o'rnatgan desak, buningdami mundaq ikki ehtimollikdan biri yuz bermay qolmaydi. Birinchi, yaratib intizom o'rnatishda ikkidan biri cho'qim yana birining irodasiga bo'ysunadi. Ikkinchi, intizom va qonuniyat kashligiga uchraydi va navbatdagidek qonuniyatlik dunyo mavjud bo'lmaydi. Birinci türlük ehtimollikda ikki Xudoning qaysisi yana birining irodasiga bo'ysunib hukmini yurgizolmasa, demak bu uning Xudo emasligini belgilaydi. Chunki bu uning yaratish va yaratishida cho'qim iroda qilganidek yaratish qudratining cheklamiga uchraganligini ko'rsatib beradi. Bilimizki, Xudolik sifat cho'qim xohlaganini yarata oladi va intizom belgilay oladi. Demak, bu ehtimollikning o'zira ikkinchi Xudoning yo'qligini bildiradigan bo'lib, bu orqali Xudoning faqatla bir ekanligi muayyanlashadi. İkinci ehtimollikka keladigan bo'lsak, amaliyat shuki, olam puxta qonuniyat va intizom asosida shakllangan. Agar olam bu yaratish va yaratgandimi muntazam qonuniyat asosida yaratish qudratiga ega ikki iroda egasining mahsuli bo'lganida, bir bo'lsa har ikkisiga tava yaratilganlar bor bo'lib, hammasi o'z tavalikida biri yana biridan farqlanib turadi. Yoki biri yana birini bo'ysundirib o'z tavaligiga o'tkazadi. Ammo bundaq bir ish reallikda yo'q. Chunki olam faqat bir. Agar bir olamni ikki yaratquchi sheriklashib qurib chiqqan desak, ya bu birinchi ehtimollik bo'yicha ishga eshishi kerak bo'ldi. Lekin aytganimizdek, buning yuz berishi mumkin emas va natija birli Xudoni muayyanlashtirishga beri to'xtaydi. Yoki bo'lmasa, kuch-qudrat va farosatda tangdosh ikki iroda o'rtasida cho'qim ma'lum bir yerda kelisholmaslik, biri iroda qilganni yana biri iroda qilmaslik, biri xohlaganni yana biri xohlamaslik kelib chiqadi. Va yoki biri yana birining deginiga ma'qul kelish kerak bo'ladi. Bu chaqda irodasi yurgizilmay qolgan va qarshi tarafning irodasiga bo'ysunib ma'qul kelganining Xudo emasligi muayyanlashadi. Bu nuqta Xudoning faqat va faqat bir bo'lishini muqarrarlashtirdi. Yoki bo'lmasa, cho'qim bu intizom va tartib ikki qudratning mahsuli bo'lishiga to'g'ri kelib, intizomdami cho'qim bir to'qinish yuz bermay qo'ymaydi.
Biri qilishni xohlaganni yana biri xohlamaslik, biri o'rnatishni iroda qilganni yana biri rad qilish cho'qim yuz bermay qolmaydi. Sog'lom aql egasiga sir emaski, moddiy olamda bir narsa birli vaqt va o'rinda ham bor, ham yo'q bo'la olmaydi. Bir odam birli vaqtda bir daryoga ikki navbat sakray olmaydi. Birli vaqtda ham o'lib, ham tirik bo'la olmaydi. Aqliy jihatdan yuqorqi ikki ishning har ikkisi ya faqatla yuz bermasligi kerak, yoki har ikkisi farqli zamonda yuz berishi kerak. Bunga asosan bir intizomning ikki iroda ostida o'rintilishimi, o'rintilib davomlashishimi mumkin emas. Undaq bo'lmaganda olammi, intizommi biroqla mavjud bo'lmasligi kelib chiqadi, yoki mavjud bo'lsa-mu cho'qim muntazam davomlashmasligi muqarrarlashadi. Mana bu aqliy dalil kuchli holda Allohning azaliy zotida va xudolik salohiyatiga keraklik barliq sifatlarida, qilim etimlari va iroda tadbirlarida yakka yegani ekanligini dalillaydi. Ikki xudoning bo'lishi aqlga to'g'ri kelmagan ekan, tabiiyla uningdan ko'p bo'lishi to'g'ri kelmaydi. Yig'ib aytganda, masalaning tegi yaratquchidek bir mutlaq mukammallik bor yerda, uningga aynan o'xshash ikkinchi birining bo'lishi asla mumkin emas. Yuqoriqilar sab aqliy dalil bo'lib qolmay, o'z navbatida yana Qur'oniy dalildir. Ya'ni mazkur aqliy dalilning manbasi Qur'on ta'limotlaridan kelib chiqqan bo'lib, tuvandagi oyatlar o'sha bu dalilning manbasi va o'lidir. Qur'on Karim shundoq bayon qiladi: Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Anbiya surasi 22-oyat. Allah baladan xoli, onunğa barabar keladigan boshqa bir ilahmi yo'q. Agar undaq bo'lsa edi, o chaqda har ilah o'zi yaratgan maxluqotni yolg'iz egallaydi-da, ba'zisidan albatta ustun keladi. Allah ularning deganlaridan pokdir. Mu'minun surasi 91-oyat. Yuqorqi oyatlar Allohning birligini dalillaydigan aqliy asosi kuchlik naqliy dalillardir. Keyingi naqldagi oyatni takror keltirishimiz bo'lsa, mazkur oyatning yuqorida yaratish nuqtasidan Allohning birligini dalillash bilan birga intizom o'rnatish va irodani yurgizish masalasi qatorliq jihatlardami Allohning birligining dalili bo'lganligidandir. Navbatda yuqorqi oyatlarning Allohning birligini dalillashdagi aqliy asosi xususida olimlarning bayonlarini ko'rib o'tamiz. Imom Abu Hayyan mundaq deydi: Oyatda ikki ishqa dalil bor. Biri olamni idora qilayotgan Xudoning faqat bir ekanligi. Yana biri bu idora qilayotgan Xudoning yakka yegani Allohdan boshqa biri emasligidir. Navoda siz nima uchun bu ikki ish muayyanlashishi kerak deb so'rasangiz, javobim shuki, biz bilan reallik ikki hukmdorning idora qilishi orasida qolgan avam, hukmdorlar orasidagi biri-biridan ustun g'oliblik talashish va yoki bir-biridan yatlashish va yoki bir-biri bilan petisholmaslik tufayli inoqki zavollikqa yuz tutmay qolmaydi. Imom G'azali mundaq deydi: Shuni bilish kerakki, Janobi Alloh birdir. Uning sherigi yo'qdir. Yeganalik uningga xos. Uning tangdoshi yo'q. Puxtaliq asosida yaratish, o'rnaksiz barliqqa keltirish, yo'qdan bar qilish faqat uning ishidir. Uni besib tushadigan yoki uning bilan tang tura oladigan yana biri yo'q. Uni yengib xudoligini tartib oladigan biror muxolifatchisi yo'q. Buning dalili, agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi degan oyatdir. Mazkur oyatdan ilingan dalil shu. Navoda Xudo ikki bo'lganida biri ma'lum ishni vujudga keltirmoqchi bo'lib qoladi. O chaqda ikkinchisi qo'pib uningga hamdlashsa, bu vaqtda ikkinchisi birinchisining irodasiga bo'ysungan, ojizlik ko'rsatgan bo'ladi. Buning bilan uni hargizmi qudratli Xudo degili bo'lmaydi. Navoda u avvalgi Xudoning irodasiga qarshi chiqib, uni qaroridan voz kechirarsa, bu chaqda qudrati buyuk va har ishida g'olib Xudo ikkinchisi bo'ladi-da, birinchisi uning oldida ojiz, tuvan o'rinda qoladi va unimi qudratli Xudo degili bo'lmaydi. İmam İbn Qayyim el-Javziy mundaq deydi: Qur'ondagi ixcham va ma'nosi aniq bo'lgan ro'shan dalil haqida o'ylanib ko'rgaysan. Shubhisizki, haqiqiy Xudo degan yo'qdan barliqqa keltirguchi, paydo qilguvchi bo'lishi, yaratgan bandasini paydaga erishtirib, ziyondan nari qila oladigan harakat egasi bo'lishi lozim. Agar bir Xudodan boshqa yana bir Xudomi bor bo'lganida, uningmi o'z oldiga yaratganlari va qilgan harakatining natijasi bo'lishi kerak. Agar u ashunda Xudo bo'lgan taqdirda, aniqki o'zining xudoligiga yana birining shirikdorchilik qilishini ravo ko'rmaydi. Bu chaqda navoda uning kuchi qarshisidagi Xudoni bo'ysundirib, o'zi mustaqil Xudo bo'lishga yetsa, aniqki shundoq qiladi. Undaq qilolmasa, xuddi dunyo podshohlarining ishiga o'xshash o'zining yaratganlari bilan ayrim bo'lib saltanat ayriydi. Navoda ayrim bo'lib chiqib olgan u tangri yana bir tangrini bo'ysundirib, uningdan g'olib kelgudek qudrati bo'lmay qolsa, demak bundaq ahvolda 3 ishning biri bo'lish cho'qim. Birinchi, har Xudo o'zining xalqini egallab hukmronlik qiladi. Ikkinchi, bir-biri ustidan g'alaba qilib mangadi.
Üçüncü, yoki hammasi birla Xudoning saltanati ostiga kirib bo'ysunadi-da, ashu bir Xudo ularning ichida idora egasi bo'ladi. Boshqalari bo'la olmaydi. Ularning hukmimi o bir Xudoga o'tmaydi. Ammo ashu g'olib Xudoning hukmi ularga o'tadi. Natijada haqiqiy Xudo yakka yegani bo'lib muayyanlashadi. Ular bo'lsa, ashu yakka yegani Xudo tarafidan bo'ysundirilgan, yaratquchi degili bo'lmaydigan qul ekanliklari aydonlashadi. Qaraydigan bo'lsak, olamning barliq taraflari intizom bilan o'ralgan bo'lishi, uningdagi intizomning buzilib ketmaslik uchun bir-biriga chetib o'tilgan bo'lishi va buning bir puxta intizom asosida davomlashishi, orada biror to'qinish yoki buzilish bo'lmay davomlashib kelganligi, uning idora qilg'uvchisining aslida bir ekanligini, uningdan boshqa hech iloh yo'q ekanligini eng ro'shan va yorqin shaklda dalillab berdi. Imom G'aznaviy mundaq deydi: Biz olamni yaratgan Xudo bir deb aqida qilamiz. Navoda ikki yaratquchi bo'lganida oralarida cho'qim birining yana biriga to'salg'u bo'lishi kelib chiqadi. Bu ya har ikkisining azaliy emas hodis bo'lishini yoki ikkisidan birining hodis bo'lishini keltirib chiqaradi. Chunki ikki Xudodan biri ma'lum birini yashatishni iroda qilib, yana biri uning o'limini iroda qilib qolsa, har ikkisining iroda qilgan ishining tang vujudga kelishi mumkin emas. Chunki birli vaqtda ikki zid narsa tang mavjud bo'lib tura olmaydi. Har ikkilisining vujudga keltirishini maqsad qilgan ishi amalga oshmagan taqdirda har ikkisi ojiz degan xulosa chiqadi. Yoki bo'lmasa, ikkisining biri iroda qilgan ish vujudga kelib, yana birining irodasi amalga oshmaydi. Iroda hukmini o'tkazilmagani uning ojizligining isboti. Halbuki ojiz qolgani Xudo bo'lishga yaramaydi. Mana bu Qur'ondagi agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi degan oyatdan yakunlab chiqilgan birga muqimlanish dalilidir. Imom Abu Mansur al-Maturidi mundaq deydi: Navoda Xudo birdan ko'p bo'lganida edi, olamda yo'lga qo'yilgan tadbir qonuniyatlar ustun bo'lib ketgan bo'lar edi. Masalan, bu xil qalaymaqonchilik qish va yozga o'xshash fasl almashishlarda, ziroatlarning unishi yoki qurib ketishida, osmon va zamin o'rtasidagi qonuniyatlarda, quyosh, oy va yulduzlarning sayr qilishida, oziq-to'lik va tabiatdagi jonliqlarning yasham usuli qatorliqlarda ifodalanmay qolmaydi. Ammo bularning hammasi bir yo'nalishda izchil davomlashayotgan, boshqarilishi bir xil holatida va bir intizomga bo'ysunib menayotgan ekan, bundaq bir reallikning ikki idora qilguvchi orqali puttirib tura olmaydiganligini isbotlab berdi. Shunga bu nuqtadami faqat birla Xudo borligi muqarrarlashadi. Imom Ibn Ashur mazkur oyatlar haqidagi tafsirida mundaq deydi: Oyatdagi buzilishning ma'nosi o'rnatilgan intizomda kashali ko'rilishi va shay'lardan keladigan foydalarning aktivsizlashishini ko'rsatadi. Osmon va zaminning intizomida ko'rilgan kashalar har ikkisining foydasiz bo'lib qolishini, u ikkisidan keladigan foydalarning bekor bo'lib ketishi tufayli intizomda qalaymaqonchilik ko'rilishini ko'rsatadi. Osmonning foydali bo'lishi uning yulduzlar sistemasidagi intizomda, chiqish va petish vaqtlarining, yo'riqliq va qorong'ulik intizomlarining dal joyida bo'lishida ifodalandi. Zaminning foydali bo'lishida uning bemalol yurishga hozirlangan bo'lishi, uningdan o'simliklarning dal-daraxt va ziroatlarning o'sishiga hozir bo'lishi, zaminda yayloq, tog'u tosh, ma'dan va yog'och materiallarning kam bo'lmasligi qatorliqlardir. Bulardan birarasida chatoq ko'rilsa, demak bu intizomning aktivsizlashganligidan bo'lgan bo'ladi. U yana mundaq deydi: Osmon zaminning asrlar bo'yi intizom asosida davom qilib kelayotganligidagi reallikdan qaraganda, uni yaratgan Xudoning birdan ortiq bo'lishining mumkin emasligida, uning faqatla bir ekanligida shak yo'q. Shundaqdimi, ko'p ilohlar borligi faraz qilinib, oralarida ilohlik haqiqatida farqlar bor bo'lib qolishi mumkin deyilib qolsa, bu xil ahvolda ilohlardan ba'zilarining ba'zisidan ustun kelishi, buzilishini tugutish uchun qo'l silish kerak bo'ladi. Natijada ular ichidagi eng kuchliga qolgan mag'lub bo'lganning hammasini o'zining qahri ostiga oladi-da, oralaridagi ojiz kelganlar o'z doirasida chami yetgancha to'plan qolishga boshlaydi. Shuning bilan kashli chiqishi yanada yuqori pallaga chiqadi. Demak, intizomning kashlisiz davom qilayotganligidagi reallik Xudoning faqat biri bo'lish kerakligini taqozo qiladi. Bumi ko'p xudolik farazida yuz beradigan ehtimollardan biri. Biroq reallikning farazning aksicha bo'lishi bu xil farazga tegidan o'rin yo'qligini, faqatla yagona Allohning bo'lishining mantiqlik jihatdan eng uyg'un va zarurligini ta'kidlaydi.
Yuqorida berilgan izohlarga qaraganimizda berilgan tafsirlar va o'ttirg'a qo'yilgan mantiqali tahlillarning asosan bir-birini to'liqlaydigan yoki izohlaydigan shaklda ekanligini ko'ramiz. Izohat va dalillarda o'ttirg'a qo'yilgan natijalar birdan ortiq xudolar bo'lgan taqdirda oralarida yaratish va iroda jihatdan cho'qim bir to'qinish kelib chiqmay qolmaydiganligini yoki Tangri deyotganlardan birining qolganlari ustidan g'olib kelishidek va yoki bir-biri bilan tirkishish tugmay intizom buzilishdek oqibatlarning kelib chiqishining muqarrarligini tushuntirib berdi. Shu sabab olamni yaratgan Xudoning faqat birli bo'lish kerakligi aqliy jihatdan eng zarur va to'g'ri natijadir. Albuki mazkur dalil tafsilotida iroda yoki idora qilishda chiqisholmaslik ahvoli ko'proq tilga ilingan bo'lib, kelishib olish ehtimoli ancha nazarga ilinib ketmagan. Shunga bir bo'lik olimlar dalilga aloqador hech bir gumoniy nuqta qilib qolmaslik uchun mazkur dalilda o'ttirg'a qo'yilgan ehtimollar qatorida kelishib olish ehtimolini tilga olish lozimligini ta'kidlagan. Shunga yuqorqi bayonlarda garchi bu haqda ba'zi ishoratlar bo'lib o'tgan bo'lsa-mu, biz dalilning puxtaligi yanada ro'shan bo'lib ketsin va bu masala yanada aniqlikqa ega bo'lsin uchun bu nuqtaga javob berib o'tamiz. Undaqda savol shu: ikki xudoning iroda va idora jihatdan to'qinish bo'lib bir-biri ustidan g'olib kelish yuz bermaganligi yoki mavjud tartibda intizom va qonuniyatlarda buzilish ko'rilmaganligi nuqtasidan Xudo faqat bir degan yakunga bardoq desak, navoda u ikkisi yaratgan va idora qilayotgan narsalarda biri yana birining fikriga qo'shilgan va yoki har ikkisi birla qarorda o'xshash bir-biriga ma'qul kelib o'rtoqlik hosil qilgan, kelishib olgan bo'lsa-chi. Bu vaqtda Imom Razi mundaq deydi: navoda ikki xudo bor deb faraz qilsak, bu ikkisi ya kelishalaydi yoki kelisholmaydi. Bir ish har ikkisining qudrati, irodasi doirasida bo'lib, har ikkilisi u ish ustida kelishib olgan bo'lsa, har ikkisining irodasining birli vaqtda amalga oshishi lozim kelib qoladi. Biroq har ikki irodaning birli vaqtda bir ish ustida tang ro'yobga chiqishi mumkin emas. Navoda kelisholmasa ehtimollik nuqtasidan bu ikkisining qarori tang o'rindirishi kerak bo'ladi yoki bo'lmaydi, yoki birining bo'lib yana birining bo'lmaydi. Albuki bundoq ehtimollarning hammasi aqlga uyg'un emas. Shunga natijada Allohning bir ekanligidan boshqa nima faraz o'ttirg'a chiqsin, baribir tartibning buzilishi kerak bo'lib chiqadi. Imom Taftazani mundaq deydi: navoda ikki xudo maxluqotni biriga yaratishga kelishdi desak, cho'qimki har ikkisining qo'li bor narsada ikki qudratning mahsuli bo'lganligi uchun birining orqasida yana biri maydonga kelish kerak bo'ladi. Navoda kelisholmay to'qinishsa, u chaqda biri yana biriga to'sqin bo'lish o'lchami bo'yicha oralarida buzilish kelib chiqqan bo'ladi. Demakchimanki, ya bu to'qinishda har ikkisining ojiz bo'lishi kelib chiqadi, yoki ikkisidan biri ojizlik ko'rsatgan bo'ladi. Natijada kelishib olish haqidagi da'vo asossiz bo'lib chiqadi. Imom Ibn al-Badi mundaq deydi: har ikki xudo mustaqil qudrat egalari turib, bir-biriga yo'l qo'yishi, kelishib olishi mumkin emas. Chunki har biridagi irodaning yurgizilishi o'xshash darajada yetarli turib kelishib olishgan bo'lsa, ikki to'liq qudrat bir shay'ini yaratishni birlikda amalga oshirishdek aql qabul qilmaydigan ish yuz berish kelib chiqadi. Bundoq bo'lmadi desak, biri yana biriga yo'l qo'yib kelishgan bo'ladi-da, buningda xudolik salohiyatining zidilanishi kelib chiqadi. Yig'ib aytganda, masalaning tagi yaratquchidek bir mutlaq mukammallik bor yerda uningga kelishib olish orqali xudoligiga sherik bo'ladigan yana birining bo'lishi mumkin bo'lmaydi. Bu xuddi ustoz Abbos Aqad aytgandek, Xudo mutlaq mukammal bo'lgan ekan, bu yerda ikki mutlaq mukammallikning mavjud bo'lishi mumkin emas. Bu xuddi abadiylik desak, ikki abadiylik mavjud bo'lish ehtimolli bo'lishini o'ttirg'a qo'yishga bo'lmagandek bir ish. Hammani o'lchab bekitishda, hammani qaror qilishda boshdan oxirigacha kelishib o'tgan, biror sifatida farqlanib ketmaydigan yoki mushuningga o'xshash xudolik salohiyatga keraklik biror zaruriyatimi farqi yo'q ikki xudo bor deganlik amaliyotda mavjudlikda ikki xudo emas, balki oralarini zoti jihatdan ayirib farqlantirishga yo'l qolmagan va ikki deb ayirishga ehtimol qolmagan birla xudo bor deganlikdir. Professor doktor Muhammad Musayyir kelishib olish ma'nosiga ega ehtimollarga birma-bir javob berib mundaq deydi: navoda Xudo ikki deb faraz qilsak va bu ikkisi C obyektini barliqqa keltirishga kelishgan degan taqdirda kelishib olish xususida aqlga kechadigan mundaq bir qator ehtimollar o'ttirg'a chiqadi. Albuki bu ehtimollarning hammasi safsata bo'lish bilan natijalandi. Mazkur ehtimollar: birinchi, navoda
ikki xudo C obyektini birla vaqtda o'z oldiga ayrim yaratishga, ya'ni birla obyektni har ikkisi birla vaqtda va o'z oldiga ayrim barliqqa keltirishga kelishgan deb o'ylasak, bu xil kelishib olish aqlga xilof. Chunki bir ta'sir obyektga ikki ta'sir kuchining ayrim holatida turib birla vaqtda ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Her ilahning o'ziga xos ta'sir kuchi bor bo'lgan ekan, ta'sirning biridan ko'p bo'lishi ta'sirlangan obyektlarning ko'p bo'lishini keltirib chiqardi. Biroq reallikda ko'rayotganimiz birla ta'sir. U birla ta'sir bo'lsa, biz C belgisida ishoratlangan obyekt shu. Bu nuqta, ya'ni ikki qudrat bor turib, birla qudratning ta'siri ko'rilishi ikki qudratning borligini inkor qilib tashlaydi degan ibora bilan izohlanadi. Ikkinchi, navoda ikki xudo C obyektini o'z oldiga navbat bo'yicha yaratishga kelishgan deb tursak, bu faraz bo'yicha ikki xudoning har biri ikki vaqtda navbat bilan yaratadi. Buningda avval birinchisi ishni boshlab tugatadi, andin ikkinchisi yana bir qatam boshlab tugatadi. Mundaq kelishib olish ehtimolimiz sapsatidir. Chunki birinchisining yaratishi bilan C obyekt mavjud bo'lib bo'ldi. Ikkinchisining takrorlashining nima ahamiyati bor? Yana kelib, bu hosil bo'lib bo'lgan ishni yana qaytadan hosil qilishdek behudalikdir. Şuna bundaq ehtimoldagi kelishib olishmi sapsatidir. Uchinchi, navoda ikki xudo o'rtasidagi bu kelishib olish bir ishni vujudga keltirishda ish taqsimot qilib turib yaratishga kelishib olgan desak, bu faraz bo'yicha har ikkisi kelishilgan ishni bo'lishib turib bitiradi. Bundaq yo'sinda kelishish ojizlikning ifodasi bo'lib, ilohning mukammalligiga zid keladi. Chunki bu xil sheriklashish va bo'lishib yaratishlar qabul qilgan tarafning qudratining cheklikligini, irodasining tuvanligini, biri qilgan ishda yana birining qilishi cheklamiga uchraganligini bildiradi. Shunga bu nuqtada har ikkisi xudo bo'lishga yaramaydi. 4. Navoda ikki xudo bir ishni o'zaro hamdilashib, qo'l-qo'lchiq qilishga kelishib oldi deb qarasak, bu faraz fojiadan boshqa narsa bo'lmaydi. Chunki bu hamdamlikni qabul ko'rgan tarafning butun ishlarni idora qila oladigan darajada qobil bo'lmasdan ojiz ekanligini ko'rsatib beradi. 5. Yana bir ehtimollik shuki, farazdagi bu ikki xudoning biri yaratishdan voz kechib beradi-da, butunlay ish tashlaydi. Yana bir xudo nima qilsa uning rozilik bildiradi. Mana bu xil faraz sapsatilikda uchiga chiqqan bo'lib, bundaq ehtimollikda xudoni uning sifatidan va xudoga xos mashg'uliyatdan ayirib tashlash kelib chiqadi. Shunga bundaq xudo bo'lishi tasavvurmi qilinmaydi. Yuqorqilarning hammasi ikki iloh kelishib olgan taqdirida yuz berish ehtimolligi bor taraflar bo'lib, hammasi natijada mavjudotlarning yo'qolishi kelib chiqadigan buzilishga olib boradi. Mana bu dalil kelishim dalili deb ataladi. Bu vaqtdagi javoblar umuman ana shundaq bir-birini to'liqlaydi yoki bir-biriga yuritma bo'ladigan izohotlardir. Xulos chiqargan vaqtda bu masalada kelishib olish ishning aslidan o'rinsiz bir ehtimollik ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Buni yana mundaq bir qancha nuqtalar orqali muayyanlashtirishga bo'ladi. 1. Kelishib olish ehtimolligida navoda bu kelishib olish biri yana birining fikrini ma'qul ko'rib qo'shilganlikdan bo'lsa, bundaq ma'qulga kelishdan maydoniga kelgan yaratish ishi har ikkisining qilgan ishining natijasi bo'lgan ekan, har ikkisining qudrati birining kaynidan yana biri navbatlashib maydoniga kelishiga to'g'ri keladi. Halbuki undaq bir reallik mavjud emas. Agar bu kelishib olish ishi yaratilgan bir narsada tang hamkorlashib, yaratish bilan ishga oshgan bo'lishi mumkin desak, birisini yaratsa kupoyi narsaga yana birining aralashishi behudilik bo'ladi. Behudilik xudolik salohiyatiga uyg'un emas. Yana bir jihatdan qaraganda, hamkorlashib yaratilgan bir narsada qaysi xudoning qo'li bor yoki qaysini qaysi xudo yaratgan deydigan bu farq bilinmay qoladi. Bilinmagan farq yo'qning o'rnida. Yo'q bo'lgan ekan, bir xudo kupoyi turib, yana bir xudoning bo'lishini va uning kelishish natijasida hamkorlashgan bo'lish ehtimolini ko'tarib chiqish bema'nilik va o'rinsiz bo'ladi. Bundan bundaq yo'sinda kelishib olish ehtimollikning o'rinsiz va mumkin emasligi o'ttirg'a chiqadi. 2. O'zaro kelishib yaratish mazgillik ahvoliga nisbatan o'rinliqda ko'rilsa-mu, ammo buning izchil davomlashishi mumkin emas. Chunki biz da'vatgan xudo nuqul yaratish bilan kupoylangan xudo emas, balki u yaratishda erkin qaror chiqarish irodasiga, mukammal hikmat va yuksak aql farosatga ega bir xudo. Masalan, olam yaralgan lahzani olib aytsak, zamon uning bilan tang yaralgan. Olamning paydo bo'lishi va paydo bo'lishining boshlanishini bekitish cho'qimli bir mustaqil qaror talab qiladi. Bu qaror natijasida yarilish maydoniga keladi. Ilm-fan tili bilan aytganda, faqat ashu cho'ng portlash yuz berish bilan vaqt maydoniga kelgan. Olamning paydo bo'lishini hosil qilgan cho'ng portlashni vaqtning boshlanish lahzasi desak, izchil g'ayriy nuqta holatida turgan narsaning birdilla portlashi nima uchun? Baldirmi emas, keyinmi emas, faqat ashu lahzada yuz berib qoldi.
Bu aniqla bir qaror bo'lgandimi portlashdan keyingi kengayish va shakllanish jarayoni deganlarning qilcha xatosiz ilgarilishini kapolatga ega qilgan qaror egasining mutlaq mustaqil irodaga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Olamdagi intizom va qonuniyatlar bo'lsa, yaratquchining zoti bir bo'lganidek, parasitining mustaqil va tangdoshsiz bo'lishini taqozo qiladi. Bundaq ahvolda uning olamni yaratish va uni intizom ichida qonuniyatlarga rioya qilgan asosda bir qo'lliq idora qilish qudratiga ega bo'lib turib, yana bir o'ziga o'xshash mustaqil qaror va qudratga ega yaratquchi bilan to'qinishsiz, ixtilofsiz kelishim ichida bir olamni idora qilishda sherikchilik qurishni tasavvur qilish bir behudalik xolos. Bu faqat Tangridek buyuk qudrat va farosat egasi uchun hikmatsizlik va bema'nilikdan boshqa narsa emas. Halbuki bu qudrat egasining hikmatsizlik va behudalikni ma'qul ko'rishi aqlga uyg'un kelmaydi va uning ulug' qudrati va yuksak hikmatini zedelaydi. Bu aniqla uningga tangdosh yana bir yaratquchi bilan kelishib olish ehtimolining o'rinsiz ekanligini ko'rsatadi. 3. Olamni yaratishdan iborat bir qudrat kifoya turib, ikki azaliy qudratli yaratquchining kelishib olib yaratishi yoki uning yaratishda sherikchilik qilishi o'rinsiz ehtimoldan boshqa narsa emas. Chunki olamdan iborat yaralmishning ikki xudoning ishi ekanligiga doir hech qanday iz mavjud emas. Chunki Xudoda yaratishga qodir qudrat bor ekan, yaratishga faqat birli qudrat yetib oshadi. Ikkinchisi ortiqcha. Yana kelib biz olamdagi qonuniyatning hammasining bir manbalik ekanligini bildik. Bugungi ilm-fan olimlari tilida aytgandimi, olamni shakllantirgan elementlarning umum jo'g'lanmasining olamning shakllanishining asosiy uli bo'lgan haliqi g'ayriy nuqtada borligi, atom zarrachilarining turi har xil bo'lishiga qaramay, hammasining manbasining bir asosiy zarrachaga berib to'xtaydiganligi bayqab chiqildi. Buningda kishini eng hayron qoldirdigani olamning sovishi asnosida uningdagi barliq mavjudotni tutib va harakatlantirib turadigan tabiatdagi 4 asosiy kuchning haliqi g'ayriy nuqtada bir kuch ichiga yig'ig'liq holatida mavjud bo'lishidir. Mana bu olamning bir manbadan aprida bo'lish va birli qudrat tarafidan o'rnatilgan intizomning talabi asosida kashlisiz va buzilmasdan shakllanishdak bir amaliyotning birli yaratquchi tarafidan qurib chiqilganligini o'ttirg'i chiqaradi. Xuddi doktor Amir Sharif aytgandek, mavjudlikning rangi, shakli turli tuman bo'lishiga qaramay, bugungi ilm-fan atmosferasida uning aslida bir fabrikaning mahsuli ekanligi, uni harakatga keltirgan kuchmi, uningda hukm surayotgan qonuniyatlarmi aslida bir manbalik ekanligi isbotlandi. Ajaba bir qo'lliq to'qilgan bu mahsulot uning to'qig'uvchisining faqat birli ekanligini, ya'ni yaratquchining faqat bir ekanligini aks ettirmay tura olasinmi? Demak, bu vaqtdagi tahlillarning hammasi olamning intayin tujublangan, astoydillik va inchiklik bilan qurib chiqildiganligidek bir haqiqatni o'ttirg'i chiqaradi. Shundaqla bularning hammasining faqat birli Xudoning yaratishining natijasi ekanligini ko'rsatadi. Bu yana mushundaq muntazam va qonuniyatlik shakllanishini iroda qilgan Xudoning mustaqil va mutlaq irodaga ega ekanligini, shundaqla uning ajoyib mahorat va yuksak farosatga ega yagona Xudo ekanligini ko'rsatib beradi. Shunga intizom o'rnatish va idora qilishda birli farosat va birli iroda va qudratga ega Xudo yetarli turib, uning o'ziga o'xshash yana bir Xudo bilan kelishib olish ehtimolini ko'tarib chiqish va birlashib yaratgan bo'lishini tasavvurga elish bema'nilikdan boshqa narsa emas. Shundaqla bu aqliy jihatdan mumkin emas. Buning sababi shuki, biz ikki Xudo bor degan ekanmiz, o'xshash qudrat, farosat egalarining birli manbaga ishorat qildigan muntazam sistemani hech o'xshashlik nuqtasimi yo'q, kelishib olib yaratib va intizomlashtirgan bo'lishi, intizom va qonuniyatlarning bir manbaligida izchil davomlashishi, har ikki Xudoning qudrati va farosatining bir-biriga ta'siri bo'lmay yoki yaralmish koinotga ta'siri ifodalanmay davomlashishi va yoki ikkisiga ishoratlaydigan izning olamda hech ko'rilmay davom qilaverishi asla mumkin emas. Shunga po'latdek paketlar o'zgiga ta'sirini o'tkazishning ustunlik va mukammallikning faqatla yagona yaratquchida bo'lish kerakligini dalillab tursimi, xudolik salohiyatida deyilayotgan ikki xudoni bar deyish va mutlaq ikki qudratning bo'lishini da'vo qilish aqlga xilofdir. Hamda tasavvurdami o'rni yo'q, mumkin emas bir ishdir. Mumkin bo'ldi deb turgandami, uning birining yana biriga ta'sir qilmasdan bundaq izchillik va bir xillikda davomlashishi hargiz mumkin bo'lmaydi. Qisqasi, ikki mutlaq qudratning bo'lishi mumkin bo'lmagan ekan, ikki xudoning bo'lishi asla mumkin emas. Ikki xudo bo'lmagan ekan, kelishib olish degan ehtimolga o'rinmi qolmaydi. Agar faraz bilan kelishib olish ehtimollik doirasiga ilinsimi, qatma-qat mumkin bo'lmaslik natijasi tufayli aql buni keskin rad qiladi.
To'rtinchi, ma'lumki olam paydo bo'lmasda zamon va makon mavjud emas edi. Zamon va makon yo'qligiga qaramay ustilab o'xshash ikki qudratning olamga ta'sir bo'lganligini tasavvur qilish xuddi ikki azaliy mavjudiyatni tasavvur qilishdekla mumkin emasdir. Ikki xudoning kelishib ehtimolligi bosqichiga kelmay turib, ikki azaliy qudratning bo'lishi mumkin bo'lmagan ekan, ikki xudo bo'lishimi, bo'lgan chaqda kelishib olishimi mumkinsizliklar ishidagi eng mumkin emas bir ishga aylanib qoladi. Bu ehtimollikning barbod ehtimollik ekanligi muayyanlashgan ekan, faqat bu yerda birli yo'l aqlgimi, pakitqimi uyg'unlashidi. U bo'lsa-mu, yaratquchining o'xshishi, tangdishi yo'qligi va faqatla bir ekanligidir. 5. Kelishib olish degan chog'imizda bir taraf o'z fikridan voz kechishga to'g'ri kelib, yana birining fikrini oldi degan ma'noni bildiradi. Bu ahvolda o'z irodasini qo'yib turib, yana birining fikrini elishga majbur bo'lish kayfiyati kelib chiqadi. Ikki xudo bor degan taqdirda qaror chiqarish, yaratish va intizom belgilash xususida muqarrarki, aql har ikkisining farosat va mustaqillik qudratga ega bo'lish kerakligini taqozo qiladi. Bundaq bo'lganda har ikkisida cho'qim birini yana biridan mustaqil va farqli qilayotgan ikki iroda bo'lishi kerak. Navoda bu kelishib olish o'zining irodasi va fikri bor turib, yana birininkini ilik elishga majbur qilib ma'qul kelgan kelishib olish bo'lib qolsa, bundaq bir ojiz mavqeda qolg'uchining xudo emasligi o'ttirg'a chiqadi. Balki buni xudo qatori sanab tasavvur qilishmi bir bema'nilik bo'ladi. Navoda bu ma'qulga kelish ixtiyori yo'sinda bo'lib qolsa, qarshi tarafning irodasining keyniga ixtiyoricha kirib ketish xudodagi tangdarsiz hikmatga va yuksak farosatga to'g'ri kelmaydi. Bundaq ixtiyoriy irodasini taslim qilishning hech bir to'qinish yoki buzilish bo'lmay davom qilaverishi, yana kelib shuncha maxluqot va mavjudotni yaratquchi hech bir iroda o'rtaqsizligi ko'rilmagan bo'lishi kelishib olish ehtimolligini suslashtirib o'tadi va bundaq bir ehtimollikqa o'rin berishning ahamiyati muhiralashadi. Shuning bilan bu xil kelishib olishni ixtiyoricha deyishga o'rin qolmaydi-da, masalaning xarakteri bargancha ixtiyorlik ma'nosini yo'qotib, majburlik tusini olgan kelishib olish holatiga o'tib qoladi. Kelishishga majbur qilish bo'lsa, xudolik salohiyatga ziddir. Natijada shunda xulosa chiqadiki, kelishib olishning ixtiyoriy turdagisi bo'lsin yoki majburlik tusidagi bo'lsin, hech biri putda turmaydi. Buning bilan yana xudoning faqat birli bo'lishining zo'rligi, aksicha ehtimolliklarning birining asossiz va o'rinsizligi muayyanlashadi. Yig'ib aytganda, mayli aqliy tahlildagi ehtimolliklar bo'lsin yoki Qur'oniy misollarda kelganidek ehtimolliklar bo'lsin, hammasi taxmin yoki reallikda o'rni yo'q ehtimolliklardir. Farazlarni dadil qo'yib tahlil qilishning ahamiyati bo'lsa, xudoning biri bo'lishining muqarrarligidan boshqa ehtimolliklarga yo'l qo'yib beqish, natija e'tibori bilan aylanib xudoning birligidan iborat asosiy yakunning aqlga eng uyg'un va tavranmas haqiqatligini gavdalantirish hamda buning ikkinchi bir shubhi yoki shakki yo'l qoldirmaydigan bir masala ekanligini oydinlashtirishda ma'lum bo'ladi. Shunga bu masalada xuddi Imom G'azali aytgandek, nimani faraz qilma, cho'qim oyatda ko'zda tutilgan kashilar va buzilish kelib chiqmay qolmaydi. Demak, Allohning yakka yeganligidan boshqa har qanday bir faraz o'tirg'i qo'yilmasin, oxirida berib to'xtaydigan nuqta Allohning birligining muqarrarligidan boshqa narsa bo'lmaydi. Xulosa shuki, Alloh faqat birdir, hamda bu aql va naql asosida isbotlangan haqiqatdir. Shundaqla bugungi ilmiy natijalar asosida xulosalangan sog'lom yakundir. 4. Fitrat Allohning birligini dalillaydi. Aql keskin holda xudoning birligini dalillaganidek, inson vujudining ayrilmas parchasi, tabiiy xarakteri, tuyg'u va ishonchning qarorgohi bo'lgan qalbmi xudoning birligini guvohlaydi. Aql asosida elib berilgan izlanishlar xudoning birligini muqarrarlashtirganidek, ishonch, sig'inish, umidvorlik, beg'ishlash, tilak va munojotlarning markazi bo'lgan qalbimi xudoning birligini tasdiqlaydi. Mundaqcha aytganda, qalb aqlning Allohning birligi haqidagi qarorini taraddudsiz ma'qullaydi. Mana bu tabiiy holda fitratning Allohning borligini tunish bilan tang, uning birligiga shohid ekanligini ko'rsatadi. Bu o'z navbatida xudoning birligining dalillaridan biridir. Koinotda inson turining bor bo'lishining jonliqlardan farqli holda ekanligini ko'rsatuvchi martaba jihatdan uning mavjudligining boshqa mavjudotlarga qaraganda farqli va alohida ekanligini isbotlovchi bu fitrat navoda hech bir tashqi omil va ta'sirlarning qurshavisiz o'z holiga qo'yib berilganida uning birli xudoga umid bog'laydiganligi, birinchi talishishning birli xudoga talpinish bo'lganligi muqarrar. Shunga navoda fitrat har turli omillarning qurshavi ichida o'z tabiiy moyilligidan bo'ritilgan taqdirdami, aqlning izdanish natijalari orqali qalbda yo'qolmagan eng ichki, cho'nqur va beg'ubar tuyg'ular orqali o'z aslini topalaydi. Chunki
Dalillar insonning aslida nimaga ishonish kerakligini va nimaga ishonishning to'g'ri bo'lganligini, ko'ngil qanoatining qaysi bilan taskin topadiganligini asga olg'uchi, ogohlantiruvchi, uni tushib qo'yayotgan g'aflat uyqusidan uyg'otquchi omillik rolini o'tab kelgandir. Qur'ondagi diqqat, ko'ngillarni faqat Allohni yodga elishli taskin topqizadi degan oyatni o'z ichiga olgan ma'no obyektlarning birimi mushudir. Ra'd surasi 28-oyat. İmam tarixiga nazar saldigan bo'lsak, insonlarning dastlabki urug' ajdodining ishonish obyektinin ko'p xudolik bo'lmasdan bir xudolik aqidadan boshlanganligini, bir xudolik e'tiqodning asos ko'p xudolikning kelgundi narsa ekanligini ko'rib yetamiz. Kitobimizning muqaddimasida to'xtalib o'tganimizdek, insoniyatning aqida, iymon, tarixiy masalasidagi muayyanlashtirishimizda shu ma'lum bo'ldiki, bir xudolik e'tiqod insonlar tarixida ularning dastlabki dini bo'lib kelgan, xuddi xudosizlik kelgundi narsa bo'lganidek, ko'p xudolik e'tiqod bir xudolik aqida oldida kelgundi narsa bo'lgandir. Bu nuqtadanmi sog'lom fitratning xudosizlikdan ko'ra xudoning borligini tanlash tabiatiga ega bo'lganidek, ko'p xudolikdan ko'ra birli xudoning haqiqat ekanligini tanlash tabiatiga moyil ekanligini muayyanlashtirish mumkin. To'g'riliq, haqqoniyat, adolat qatorliq insoniy qimmatlarga moyil bo'lish bilan tabiatlangan inson fitrati haqiqatning biri bo'lishiga ishonish bilan tabiatlangan. Bu nuqtadanmi fitrat sog'lom holatidan turgan chog'ida haqiqiy xudoning faqat biri bo'lish kerakligini tanlaydiganligini va buning insoniy tabiatga eng munosib tanlash ekanligini ko'rib yetgili bo'ladi. Qur'onning inson qalbidagi eng beg'ubar va suzuk tabiatning yagona Allohni tunish ekanligini muayyanlashtirishmi, fitratning Allohning birligiga guvohchi bo'lg'uchi omil ekanligini insonga aslatish va uni sap suzuk tabiatga qaytishga chaqiriq qilishdan boshqa narsa emasligidandir. Fitratning bir xudoga moyil bo'lish va talpinishdek tabiiy inkasning mohiyatda islom ta'kidlab kelgan bir xudolik aqida bilan birdek ekanligi fitrat oyatida mundaq bayon qilingan. To'g'ri dinga Allohning diniga yuzlanganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Ana shu to'g'ri dindir. Ma'lumki, fitrat oyatidagi fitratalloh degan so'z Qur'onning Uyg'urcha tarjimalarida Allohning dini deb e'lonlangan. Amaliyotda fitratning din deb tarjima qilinishi va tafsirlardami shundoq izohlanishida islom olib kelgan tavhid dinining fitrat bilan birdaklik hosil qildiganligi chiqish qilingandir. Chunki islom olib kelgan aqida Xudoning yakkayiganligini asosiy shu orqalidir. Qur'on mana bu shuarning birdan bir to'g'ri haqiqatligini aqidagi kuchli dalil isbotlar bilan yechib izohlaydi. Islomning bir xudolik dini bo'lishi va bu dinning faqat birli xudoga bandalik qilishni asosiy yadro qilgan bo'lishi, uning xuddi sog'lom aql bilan birdaklikni saqlaganidek, inson ruhiyatining tipik obrazi bo'lgan sog'lom fitrat bilan bir gavdalikni saqlaydiganligidandir. Shunga islomning yadrosi bo'lgan bir xudolik dinning fitrat deb atalishi mantiqliq munosabat jihatdan uyg'un, Qur'on nuqtasidanmi eng munosib atash bo'lgan. Bu nuqtadanmi Qur'on olib kelgan to'g'ri dinning yadroliq chaqiriqi bo'lgan bir xudolik aqidaning fitrat guvohlaydigan aqida ekanligi muayyanlashadi. Buningdami fitratning Qur'on chaqirayotgan to'g'ri din va to'g'ri aqida bilan bir gavdalikni saqlaydiganligi ifoda qilingandir. Fitratning Allohning borligiga dalil bo'lish bilan bir vaqtda Allohning birligini tasdiqlaydiganligi, uning Alloh bor degandagi tabiiy iqrorining taqozosi va obyekti ekanligiga qil sig'maydi. Qur'on Karim bu vaqtdagi bayonlarda bir tarafdan aqlga va yana bir tarafdan qalbga xitob qiladigan iboralar orqali fitratning tabiiy taqozosini insonga aslatish metodini ishlatgan. Masalan, Qur'on bu vaqtda mundaq bir xitobni savol tariqasida o'ttirg'a qo'ydi. Ko'p xil ma'budlar yaxshimi yoki hammani bo'ysundiruvchi bir Alloh yaxshimi? Yusuf surasi 39-oyat. Imom Abu Mansur Maturidi oyat haqida mundaq deydi. Oyatda deyilayotgani shuki, o'zidan boshqa xudo qilayotganlarning hammani o'ziga bo'ysundirdigini yagona Allohdir. Undaq bo'lgan ekan, bir xudoga ibodat qilish bo'ysundirilgan ko'pga ibodat qilishdan a'lodir. Imom Alusi mundaq deydi. Oyatning ma'nosi o'zinglar xudo deb at qo'yib olgan va mavjudiyati mustaqil bo'lmaganlar yaxshimi yoki har qanday nuqtadan uning ko'p bo'lish mumkinchiligi bo'lmagan hamda yakka yagona degan ulug'vor sifatning egasi bo'lgan, mavjudlikli bo'ladigan uning qahri, qudrati oldida taslim bo'lmay qolmaydigan va hamma uning ilgida bo'lgan yagona Alloh yaxshimi deganlikdir. Oyat mantiqiy jihatdan hammani bo'ysundirish qudratiga ega birli xudo borligi muqarrar ekan, uning xudoligiga boshqanimi xudo qatorida sherik qilishning qilcha xayrlik mavqe emasligini o'ttirg'a qo'ydi.
Oyatni yana xitob nuqtasidan go'yo hammani bo'ysundiruvchi birli Xudo bar yerda uning xudoligiga boshqani sherik qilib cho'qinishning bema'niligini va buni aql egasining yuragiga qo'l silib turib o'ylanib ko'rishini chaqiriq qilgan deb tushunishga bo'ladi. Shunga bu jihatdan tushungandek oyatdagi savol tarzi Rasululloh Alloh va boshqa xudolar deydigan ikki taraf bor bo'lib, birli Allohni xudo tutib sab ayrishning aqlonliq bo'lganligini ilgari surish maqsad qilingan emas. Chunki undaq bir reallik asldan mavjud emas. Shunga mazkur oyatdan keyingi oyatlar undaq tangrilarning advilingan ismlaridan boshqa zoti va mavjudiyati yo'qligi, faqat yagona Allohning borligi askartilib bundaq deyilgan. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bovonglar atib olgan ismlardan iborat. Yusuf surasi 40-oyat. Ko'rilishga bo'ladiki, mazkur oyat tafakkur nuqtasidan aqlga xitob qilayotgan bo'lsa, samimiyat nuqtasidan inson qalbiga xitob qilyotidi. Bundaq bo'lishida inson qalbiga bir o'y selish, ko'ngil tarini chekish maqsad qilingandir. Bu turdagi oyatlarning muddaosimi birda aqlni g'idiqlash bo'lsa, yana birda sog'lom fitratga va samimiyatga qaytishga chaqiriq qilishdir. Qur'on bu oyat bilan emas, yana boshqa oyatlardami yuqorqi uslub asosida xitob qilgan bo'lib, savollar go'yo aqlga qaratib qo'yilgan. Ammo uning yana bir yuzida inson fitratini harakatga keltirish, uningga asl tabiatini aslatish maqsad qilingan. Masalan, buningga tuvandagi oyatlarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Zaminni turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Naml surasi 61-oyat. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Naml surasi 62-oyat. İnsonni dastlabda yaratgan, andin uni tirildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Naml surasi 64-oyat. Mana bu oyatlardagi savol uslubi go'yo uning javobi tafakkur qilg'uch uchun ma'lum bo'lib, har bir xitobda anglovchining bu vaqtda o'z qalbining nima deydiganligiga qarab chiqish kerakligi muddao qilingan. İfade şeklimi go'yo anglovchi uchun javobi ma'lum bo'lgan yoki anglovchi uniga iqro bo'ladigan ritorikalik savol uslubida kelgan. Demak, bu xil turdagi oyatlarning hammasi degudek aqliy tafakkurga undash bilan birga fitratga xitob qilgan va tilga elingan ishlarning hammaning javobining fitratga ma'lum ekanligi urg'ulangan. Natijada bu oyatlar birli manbadan xayrli kutish, birli manbadan umidlanish, tilaklarini uningdan so'rashdek fitrat talabining taqozosi bo'yicha o'ylanib ko'rishga chaqiriq qiladi. Buningdan mazkur oyatlarda sog'lom fitratning sog'lom aqliy natijaga o'xshash birli Xudoning borligini tasdiqlash, uningga ishonish va uningga sig'inish tabiati bilan xarakterlanganligini ilgari surish muddao qilinganligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Shuni eskartmak kerakki, fitratning Allohni ixro qilishi bilan uni yakka yegona deb tunishi o'rtasida bir-birini ayirib turuvchi fasil asla mavjud emas. Fitratning Xudoning borligiga qilgan iqrori mohiyatda birli Xudoning borligiga qilgan iqrordir. Fitratning Allohni uning birligi asosida taniydiganligidan iborat bu tabiati navoda uni aslidagi moyilligidan burib o'tadigan omillar ta'sirida o'zgargan taqdirdami, uningga mazkur ta'sirlardan qutuldiradigan dalil isbotlar va yoki hayotning jafo mushaqqatlari va yoki o'lim qalimga o'xshash hayot mamatlik tanlashlarga duch kelish qatorliq fitratni uyg'otquchi omillar o'ttirg'i chiqqan hamon asli tabiatiga qaytish aniq. Albatta, bu xil qaytish birli Xudoga qaytish bo'lib, fitratning bundoq bir xarakter bilan tabiatlanishi uningga nisbatan Xudo va uning birligi masalasi bir butunlikka ega ayrilmas gavda holatida ekanligini tushuntirib beradi. Qur'on mana bu xil ahvolni tasvirlagan so'zida bundoq deydi: Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chaqinglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Yusuf surasi 39-oyat. Yuqorqi oyat fitratning Allohni taniydiganligiga kelgan boshqa oyatlardagi misollar bilan mazmun jihatdan o'xshash bo'lsa-mu, mazmun ifodalashda Allohla esinglarga keladi degan ma'noni ifodalaydigan so'zlar ishlatilgan. Ya'ni jiddiy daqiqalarda fitratning kishilar asoratidan bo'shaydiganligi, uning bilan Xudo orasiga silingan to'saqlar yemirilganda, uning shu an chin so'zini deydiganligi muddao qilingan. Oyatda munosibatlik boshqa oyatlarga o'xshashla fitratning Allohni uning birligi asosida taniydiganligi va uning suzuk tabiatida bor narsa ekanligi muayyanlashtirilgandir.
Xulos qilganda, fitratning yaratquchini uning birligi asosida tunaydiganligi bir reallik. Mana bu reallik inson fitratining Allohning borligi va birligini tasdiqlashining uningdagi tabiiy ong va xarakter sifatida mavjud ekanligini ko'rsatib berdi.